Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aziz andijonliklar, sizlarga Madina-i Munavvaradan salom bo'lsin. Siz bizlarni yo'qdan bor qilgan, chiroyli surat bergan, inson zotidan qilib yaratgan, aziz va mukarram qilgan Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sano shukrlar aytamiz. Siz bizlarni g'urbatdan yaxshilikka chiqargan, hidoyatga kirishimizga sabab bo'lgan, qiyomat kuni siz bizlarga shafoat qilguvchimiz bo'lgan, ota-onamizdan da mehribonroq bo'lgan Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salom va salovatlar bo'lsin. Parvardigoro, mana bizlarni shunday ulug' joylarga yetkazibdi. O'ziga hamd aytamiz. Bizlarni hayollarimiz chachilmasdan mustahkam ibodatda bo'ladigan bandalarning qatorida qilin iloyim. Bizlarni bu joyga kelishimizga kimlarki qanday sababkor bo'lgan bo'lsa, kimlardir qanchalik sarmoyalarni ishlatgan bo'lsa, Parvardigoro barchalarini shar'iy maqsadlarni so'ragandan-da ziyodasi bilan yetkazsin. Mana bu bizlarni bu yerga kelishimizga ixlos firmasi barcha boshliqlarini, mana ular shular tufayli mana bu uzoq joylarda yuribmiz. Madina-i Munavvarani Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam barchalaringlarni salominglarni berdik Rasulullohga. Alhamdulillah. Mana bugun Madina-i Munavvara bilan xayrlashib, Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam mehmonlari bo'ldik. Mana peshindan keyin tayyorgarlik ko'ryapmiz. Inshaalloh Robbimizni mehmoni bo'lishga tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Alloh taolo o'sha joylarga ham qadamlarimizni qutlug' qilsin. Hech qachon pulinglarni ayamanglar. Hech qachon ayamanglar. Kelish kerak ekan, albatta ko'rish kerak ekan. Yuraklarimizni ezilib o'zi mana Alloh yetkizdi. Sizlarni ham hammanglarga Allohdan men so'rab qolaman. Hammanglarga ilinaman barchalarga. Ey Andijon ahli, Alloh taolo barchalarimizni yurtimizni tinch qilsin, osmonimizni musaffo qilsin. Yurtboshimizni ham shunday kunlarni bizga yaratib berganiga Alloh salomat qilsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Parvardigorimdan so'rayman, bu kunlar mana yo'q edi kechaylar. Hech qanday hayolimizga ham kelmas edi. Mana shunday yo'llar ochilibdi. Juda ham katta imkoniyatlar beribdi. Shunday chiroyli mehmonxonalarda yotibmiz. Mana chiroyli taomlar bilan bizlarni mehmon qilyapti. Barchalardan rozimiz. Alloh ham ulardan rozi bo'lsin. Kimlar bizga qanday mehnatlar qilganmiz, qayta so'rayman. Bu joyda ham faqat ibodatda bo'ldik, duoda bo'ldik. Ilohim hammalaringlardan ham Alloh taolo nimaki Robbimizdan so'ranglar. Pulim yo'q edi demanglar. Qalban so'rang, albatta yetkazar ekan Robbim haq subhanahu va taolo. Barchalaringlarga ilindim. Men sizlarni yaxshi ko'rganimdan ilinyapman. Hammanglar pulim bor edi, yo'q edi demasdan harakatda bo'linglar. Robbim o'zi chaqiradi sizlarni. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Ya Robbana shunday Robbi a'dini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala walidayya va an amala solihan tarzahu va aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka va inni minal muslimin. Ey bor Xudoyo, shunday ulug' ne'matni bizlarga beribsan. Hamd va sano shukrlar senga aytamiz Parvardigoro. Ota-onalarimizga bergandek bizlarga ham yetkazing. Bizlarning ortimizdagi zurriyotlarimizga ham shunday yaxshi ne'matlaring bilan siylagin Parvardigoro. Ya Robbi, sen haqsan, sen qalbimizni bilguvchisan. Qalbimizda faqat yaxshiliklarni bizlarga foydasi keladigan narsalar bilan o'zing siylagin Parvardigoro. Bizlar qanday amallar qilayotgan bo'lsak, qanday ibodatlar qilayotgan bo'lsak, mabodo senga xush yoqayotgan bo'lsa, ana shunday ibodatlarda, ana shunday amallarda bizlarni bardavom aylagin Parvardigoro. Ya Robbi, sendan so'raymizki, mana shunday yana qayta so'rab charchamayapman, tolmayapman. Barcha bandalaringni mana shu joylarga qadamlarni yetkazgin Parvardigoro va bizlarni gunohlardan o'zing xoli qilgin. Allohumma solli va sallim va barik ya arhamar rohim.